5 kungina vaqtim qoldi. Tezroq daraxtlarni chopib olishim kerak. 5 kunda bu yerdan chiqib ketmasam, aniq u maxluq kelib meni yo'q qiladi. Tezroq bo'lishim kerak. Tezroq bo'la qolsangcha, o'lib ketishni istamayman. Agarda bu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, tezroq militsiyaga xabar beringlar. Bu video chiqqan bo'lsa, men aniq o'lgan bo'laman. Bu yerga hech kim kelishini tavsiya ham bermayman. Ammo men uyimda qanaqasiga bu yerga kelib qolganimni hatto o'zim ham sezmay qoldim. Gap sotib o'tirmasdan tezroq daraxtlarni chopib biror narsa qilib bu orolchadan ketmasam bo'lmaydi. Men hali o'lgim kelgani yo'q. Hali yoshlik qilaman. Hatto chimildiqqa ham kirganim yo'q. Nima qilsam? Tezroq bo'lishim kerak. O'lgim kelgani yo'q meni ham. Ha bo'ldi. O'zim kelib oldim, tezroq bo'laman. Demak bu joyni ham oxirrog'i bor ekanda. Mana shu daryo orqali suzib ketsam, u meni topolmaydi. O'lishni xohlamayman. Juda ham qo'rqinchli. 5 kungina vaqtim qoldi. Tezroq bo'lib olsam yaxshi bo'lardi. Nega bu daraxtlarni chopish ham qiyin? Nega? Men tezroq harakat qilishim kerak. Bo'la qol. Oz vaqtim qoldi. Shu vaqtgacha vijivaniya qilib tezroq ketishim kerak. Daraxtlar ham kesish juda ham azob. Tezroq bo'la qolsang-chi, ahmoq. O'lgim kelgani yo'q hali meni. Daraxtlar menimcha yetsa kerak. Yetib qolar. Hozir birinchi bo'lib bir-ikkita o'zim kerakli narsalarni yig'ib olishim kerak. Daraxtlar, oddiy daraxtlarni bunaqa yog'ochlarga almashtirib olamiz. O'ylab ko'rsam, agar hammasini almashtirib olsam, o'zimga yaxshi bo'ladi. Endi esa verstak hamda qilich olishim kerak. Qilich, mana tayoqchalar bor ekan. Birinchi bularni hammasini almashtirib olamiz. Ancha daraxt bo'lib qoldi. Adashdim, uzr, ancha yog'och bo'lib qoldi. Qilich yasab olamiz. Qilich kerak bo'lib qoladi. Aytgancha, men nimaga qilichni oldim? Qilich nimaga kerak endi menga? Yo'q, mayli tura qolsin qilich. Bir ikkita go'sht olib olaman endi. Sigir. Men aytgancha bolalar, bu kompyuter versiyasi emas, mod kompyuterda yo'q ekan, shuning uchun telefonda o'ynayapman. Tezroq bo'lishim kerak. Vaqt oz qoldi. Kirka olishim kerak. Nimaga qilich oldim men axir? Qilich nimaga kerak menga? Versak sindirib olsam hozir. Yo'q, sindirmay birinchi kirka yasab olay. Qayerda? Mana topdim. Endi ozroq tosh olsam, hozir menga kerak bo'ladigan narsalar hozircha yo'q. Ularga kerakli narsalar ham yo'q. Bu kerak bo'lib qoladi. Bo'ldi. Endi men borib ozroq tosh chopaman. Juda ham vaqtim kam qoldi. Tezroq bo'lsang-chi axir. Yaxshi. Hamma toshlarni chopib olaman. Toshlarni tezroq chopib qol, ahmoq, tezroq chopib qol. Mana toshlar ham ancha ko'payib qoldi. Birinchi bo'lib menga toshli kirka kerak. Bo'lmasa bularni chopish juda ham qiyin bo'lyapti. Qiyinligidan qo'llarim ham og'rib qoldi. Xo'p, yaxshi. Hozircha menga shu tosh yetadi. Kuchliroq kirka yasab olishimga. Endi yana versak yasab olaman. Chunki qayerdan borib olish o'zimga yoqmayapti. Vaqt yo'qotib nima qilaman?
Nima bu bersak ham chiqmay qoldi-ya. Endi buni olamiz. Versakni joyiga qo'yamiz. Kech ham botyapti, tezroq bo'lsak-chi, men hali hech narsa qilganim yo'q. U qayerda ekan? Menga tayoqchalar yetmaydi-ku. Tayoqchalarni olishim kerak. Mana topdim. Bitta yasab olsam yetib ortadi. Menga hozir qilich nima kerak? Yo'q, olsamkan. Yo'q, kerka ola qolaman. Kerka hozir menga kerak. Yaxshi, kerkani oldim. Endi tezroq bo'lishim kerak. Tezroq bo'lsang-chi. Ko'mir ham topdim. Tezroq ko'mirni olib olsam, yorug'roq bo'lardi. Agarda mana shu yerdan boshpana qurib olsam, juda ham yaxshi bo'lardi. Boshpanaga yashashim ham mumkin edi. Xo'p, mayli. Fakel qayerda ekan? Mana fakel. Mana shu joydan uy qurib olaman. Keyin esa sekinlik bilan yotaversang, u sezmasligi ham mumkin. Mana yaxshi, endi buni qo'yib olsam, yorug'roq bo'lardi ichkari. O'zi astalik bilan qo'rqa boshlagandim. Xo'p, mana yaxshi yorug'gina bo'lib qoldi. Endi hech narsadan qo'rqmayman. Bu yerda ko'mir ham ko'p ekan. Hamma ko'mirni olib, keyin esa temir kovlaymiz. Temir ham kerak bo'lib qoladi ancha narsaga. Bu yerdan ketganimdan so'ng politsiya bilan albatta bu yerga kelaman. Juda ham tezlik bilan ishlashim kerak. Hammasini olishim kerak. Tezroq bo'la qolsang-chi, ahmoq. O'lib ketishni xohlamayman. Bo'ldi. Sen erkaksan, hech narsadan qo'rqmaysan. Tezlik bilan ishlaymiz hamda bu yerda indamaygina ketamiz. Mahluq menga hech narsa qila olmaydi ungacha. Yaxshi. Xo'p.